Assalomu alaykum. Toshloq temir bozori. Toshloq temir bozorida turba profillari bilan narx-navolarni tanishtirib o'tamiz. Lik 1.7, uzuni 8 metr. 9 mingdan qilib beryapsiz. Lik 1.5, uzuni 8 metr. 8 mingdan qilib beramiz. 1.7, uzuni 10 metr. 18.900 so'm qilib beryapmiz. 1.7, uzuni 10 metr. 25.600 so'm qilib beryapmiz. 5x3 ikili stenali, uzuni 10 metr. 25.500 so'm qilib beryapmiz. 4'ga 2,5, 1.7, uzuni 10 metr. 18 ming qilib beryapmiz. 25'lik 1.7, turba uzuni 10 metrlik. 14.900 so'm qilib beryapmiz. 32'ga 3 stenali, uzuni 10 metrlik. 31.500 so'm qilib beryapmiz. Hop, 3'ga 2, 1.5, uzuni 10 metrlik. 11.900 so'm qilib beryapmiz. Yonida 3x3 1.5 stenali, uzuni 10 metrlik. 15.300 so'm qilib beryapmiz. Hop, Şveller 14'lik, uzuni 12 metrlik. Erondiki 135 ming qilib beryapmiz. 12'lik, uzuni 12 metrlik. 115 ming qilib beryapmiz. Almatura 14, Namangan Chust, uzuni 11.70, 11 ming qilib beryapmiz. 12'lik Namangan Chust, uzuni 11.70, 8.200 so'm qilib beryapmiz. 76 ikili steni, uzuni 12 metrlik. 40 ming so'm qilib beryapmiz. 16'lik Farg'ona armaturamiz, uzuni 11.70, 13 ming so'm qilib beryapmiz. 12'ga 8 profilimiz, uzuni 12 metrlik. Stenasi 3 stenali, 104 ming qilib beryapmiz. 127 3 stenali, uzuni 10 metrlik. 100 ming so'm qilib beryapmiz. 4'ga 2 ikili stenali, uzuni 10 metrlik. 19,5 ming qilib beryapmiz. 4'ga 4 2 stenali, uzuni 10 metrlik. 27 ming qilib beramiz. 4'ga 2 1.6, uzuni 10 metrlik. 17.600 so'm qilib beramiz. Videomizda kamchiliklar, xatolar o'tgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.